qilaydim o'g'lim, yurolmay qoldim. Voy, orzu qilaydim mana yurishni. 7 oy yotib qolganman. Men ham 3-darajali tizza yemirish edi. Oqsoqlab yuruvchi edim. Qo'l oyoqlarim ishlamaydi, yotoqda edim. 4-darajadan 2-darajaga tushdi. Yana shaxsan o'zi 3-etajan 3-qavatga yugurib chiqib ketdilar. Birinchi bo'lib chiqib ketdilar. Bunaqasini ham hatto ko'rolmaysizlar. Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar, kuzatuvchilar. Bizlar Qashqadaryoga yetib keldik. Ko'rib turganinglarda Qashqadaryo klinikamiz. Hozir yurtdoshlarimizda birma-bir suhbat olib boramiz. O'ylaymanki, suhbat jarayoni juda ham qiziq bo'ladi. O'tkazib yubormang, unda bizlar boshlaymiz. Assalomu alaykum, Nutva kompaniyasining jamoalari. Sizlar mana Qashqadaryoga tashrif buyuribsizlar. Katta rahmat. Mana Qashqadaryo viloyati Shahrisabz tumanidan ismim To'rayeva Laylo. Yilim 1987-yil. Yoshim 38da. Hozir mana shu Nutva mahsulotdan iste'mol qilyapman. Natijasi yaxshi. Ichganimga 1 yil u 2-oy 2 ketdi. Hozir foydasini ancha bildim. Kasalligim 3-4-daraja osteoporoz, ya'ni chanoqson bo'g'imdan suyak yemirilishi. Vrachlar operatsiya qildirishga buyurishganda men shoshilib qildirmadim. Hozir Nutvadan yaxshi foyda ko'rganim uchun mana ichyapman. Menga homiy bo'lib shu xo'jayinim olib tavsiya qildilar. Televizorda reklamasini ko'rdik birinchi marotaba. Ixlos bilan olib ichdim. Foydasini ancha bildim, ko'rdi. Mana yurolmasdim. Hozir kassaga bo'lsa ham yuribman. Nasib bo'lsa, o'zimni oyoqlarimda yuraman degan harakatda yana qabul qilib yana ichyapman, davom ettiryapman. Qanchadan ichyapsiz ota? Nutvani men 2 kun avval kompaniyangizga telefon qildim. Farangiz degan qiz oldi. Keyin menga aytdi, otaxon dedi, qarshiga bizni kompaniyamiz boryapti, siz shuni ko'ring, shundan keyin ichasiz dedi. Bugun sizga telefon qilsalar, bu telefon. Qanaqa holatda tushuntirsangiz, men sizga necha oy ichishingizni aytadi. Shunga ham buyurtmalar bir kun ham qoldirmasdan yozilganlarni eshitib turyapti. Ana shu Alijonni sostaviga ulug' martabalar berdim. Tanjonlarni sog'lig'ini, omadlar berdim. Yo'llarini bexatar qildim. Istagan niyatlariga yetishib, qo'sha qarib, orzu-havaslar ko'rishni nasib qildi. Assalomu alaykum, hurmatli Nutva jamoasi. Hurmatli mana shu yerda o'tirgan bemorlar, guruhdoshlar. Mana mening kasalim 2-daraja artroz. Suyak yemirilishi edi. Men 1 yildan beri Nutvani ichib kelyapman. Xudoga shukr hozir yaxshiman. Menga 6 oylarda ta'sir qilgan. Qo'l oyoqlarim ishlamaydi, yotoqda edim. Shu yotgan holda Nutvani ichib, endi ko'p ta'sirlari bo'lgan, og'riqlar kechdi, boshqa qildi. Men Xudoga shukr hozir hassada yuribman. Hozir qanaqa edingiz, xola? Hassaga edim o'g'lim, yurolmay qoldim. Voy, orzu qilaydim mana yurishni.
8 yil yotibdi. O'tirib qolgan edi. Ana og'izsi bir chetdan chiqadi, 8 yil yotibdi. So'ramang, 8 yil og'izga olsin. Sog'lom odamni 8 kun больницаga yot. Hech narsa qilmaysan, narsa qilib yeb icharingni qilib beraman. Faqat televizor ko'rib yot desangiz, 2 kundan keyin uyimga qochaman deydi. Yaxshiman deydi. Shukr, yaxshi. Qanaqa kerakchidir? Men ko'rgani kelgansiz-ku. Hasadagi odam ko'raylikda endi. Rahmat, xursandman shu sizni ko'ray deb keldim. Alijon o'g'lim, baraka toping. O'rda tura olasizmi? Xudoga shukr. Odam xursand bo'lar ekan-da, mana shunaqa bemorlarni ko'rasiz-ku, odam. Mana shunda o'tirsam tura olmay qoladi. Aytadi-yu, bir inson nimadir nima qilganda o'zini tuzatgan oladi. Dunyo Sizlarni duoyinglar bilan men shunchalik boshqa yangi ixtirolar qilyapman. Sizlar sababchi sizlarni ko'rib qolgan insonlar oyoqqa turib ketdi. Motivatsiyadir. Masalan, bitta tuzalgan insonni ikkinchi odam ko'rsa, to'xta, meni ham haqqim bor tuzalish kerak-da. Mana 3-etajga, 1-etajga chiqa olmasdi. Bitta zinaga chiqa olmasdi. Xudoga shukr, 3-5-etajga chiqdi. Yoshlar 4 darajadan 2 darajaga tushdi. Yana shaxsan o'zi 3-etajdan 3-qavatga yugurib chiqib ketdilar. Birinchi bo'lib chiqib ketdilar. Bunaqasini ham hatto ko'rurmizlar. Qashqadaryodagilar nima deyapti? Qashqadaryodagilar xursand. Men juda xursand. Qarindoshlar nima deyapti? Qarindoshlarim xursand. Meni ko'rib necha kishi ijobdi? Qo'shnilarchi? Xursand. Qaysi mahallasiz? Koson rayon Istiqbol mahallasi 20-uy. Bemalol. Uyiga kelinglar. Qo'ni qo'shnisining uyiga kelib so'ranglar texnik. Rostdan tuzalganmi? Hamma ko'radi. Qo'yinglar, mahallasiga kelib, xullas, qo'yering bo'lasizlar, qara o'zingizlarga. Xursand bo'ldim. O'zinglarni ehtiyot qilinglar, bunaqasi har kun ham bo'laveradi. Salomat bo'ling. Salomat bo'ling. Rahmat sizlarga. Dunyo turguncha turing bacham. Sizlarga faqat duo qilaman. Baraka topsin, men zo'rman, yurak shuni orzu qilay deb yurayman, yo'qmi deb. Xudoga shukr. 5 ta balam bor, o'g'il bor, qizim borlarim xursand. Hammasi xursand. Hammasi xursand. Hammasi bola chaqali, o'sha nevarali bo'lsa kerak. Bir nimasini bittasi olib beradi, 3 oyligini. Bir nimasini bittasi olib beradi. Anutma tekin ekan. Tekin aka. Hozir 6 oylikni taxlab qo'yganman. O'sha ko'nglim to'q. Rahmat sizlarga, hammalar tinchlik bersin. Allohga shukr, Xudoga shukr. Hammalaringiz sog' bo'linglar. Kim nima niyatida niyatiga yetsin, tinchlik, omonlik deb bersin. Menga o'xshab hamma oqsoq yurganlar, nima bo'lganlar yaxshi bersin, omadini bersin. Hammalaringiz sog' salomat bo'linglar. Rahmat sizga bacham. Holat bo'yicha men og'riganman, oyoqlarim 7 oy yotib qolganman. Endi bungacha bo'lgan ko'p ta'sirotlar bo'lgan, doktorlarga borish, narsalarga borish bo'lgan. Mana shu Alijonni tabibdan Nutva nimasi kompleksdan olib ichganimdan keyin 7 oylardan keyin Xudo xolasa mana yurishni boshladik. Mana hozir kurukdan o'tib ketyapmiz. Xudoga shukr, Alijonga rahmat kattakon. Rahmat, xursandmiz. Bundan keyin ham davom ettiramiz Xudo xolasa, dakansa. Suyaklardagi og'riqlaringiz kamayganiga sizlar ko'p gapirmoqdasiz. Og'riq hisobiga shunda semirgansizda. Endi bu gormonlar tanani yuvadimi, vitamin olib beradimi? Qo'shimcha tanangiz og'riq qolib, o'zingiz yengil his qilganingiz hech narsa kerak emasmi? Ba'zi qilib yurasizmi? O'zingiz ozib yurasiz. Joyingizga ozib, sushorni bo'lib olasiz. Qancha yuraylik ertalabga? Eng zo'r turish ertalab shu soat 6da bir vaqt ichida turib 10 minut turib bersangiz bo'ldi. Yurishga yuraman-da. Yurishga 1 kilometr 2 kilometr yetadi. Yetadimi shu? Ha, yetadi. Men qo'ldoshim va malohat, oyog'imda ko'kda arteroz chiquvdi. Uni juda og'rig'i juda baland edi. Oqsoqlab yuruvchidim. Doktorga borganimda ko'kda arterozning 1-2 devdi. Uni oyog'imni og'rig'iga chidolmaychidim. Nutfani ko'rib, nutfadan 1 yil mahsulotdan foydalandim. Hozirgi kunda oyog'im yaxshi, oqsoqlash yo'q. To'g'ri yurayman. Natijalari yaxshi. Hozir Alijonning ko'riklariga kelib, yana tavsiyalar olib ketaman. Nutfaga rahmat.
Yurtdoshlar, Qashqadaryoda bo'lib o'tgan suhbatlarimiz o'z nihoyasiga yetmoqda. Bu ko'rib turgan yurtdoshlarimiz oxirgi bemorlarimiz va biz o'z suhbatlarimizni yakunladik. Keyingi suhbatimiz Farg'ona. Bizni kutib oling, biz yo'lga otlandik. Sog' bo'ling.